Siz oldingizga kelgan eng og'ir holatlar qaysilar bo'lgan? Eng yomoni siyolmay qolgan. 35 yoshli erkak, 30 yoshli erkaklar siyolmay qolgan. Siydik kanali to'liq bitishib ketgan, yopilib ketgan. Og'iz lunjidan yangi shilla qavat olib turib, bukal uretroplastika operatsiyasini bajargan holatlarimiz bo'lgan. Ya'ni yangitdan kanal yasagan holatlarimiz bo'lgan. Yomon holat urug'i nolga tushgan. Urug' yo'llarini berkitib qo'ygan bu bakteriyalar. Chlamydia epidemiyasi deyiladi. Chlamydia kasalligining evaziga ikkala moyak ortiqlari yopilib zararlab qo'yganda, o'shuning evaziga urug' kanalchalari, endi bu mikroskopicheskiy kanalchalarda bular ko'z bilan ko'rinmaydi ham hatto, yopilib ketgan. Urug' ishlab chiqaradi tuxum. Uni evakuatsiyasi yo'q tashqariga. Bunaqa bemorlarda rekonstruksiya, qayta urug' yo'llarini tiklash operatsiyasi, murakkab operatsiyalar bajarilgan mikroxirurgik usulda. Bu operatsiyalar yordam bermagan holatlar bo'lgan. Iloji yo'q, eko-XC muolajasini o'tkazganmiz. Shu yordamida bolali bo'lishgan holatlar bo'lgan. Soppa-sog' odam edi ungacha u. Mana shu narsalarga yo'liqmagunigacha u soppa-sog' odam edi bular. Tushunyapsizlarmi? Endi mana shuncha jarayonni o'tish kerak. Bola ko'rish maqsadida. Shuning uchun noto'g'ri-da.